Ana Til O'smirlar kanalımıza hoş geldiniz. Assalamu alaykum küçük dostlar. Ana Til Televiziyasi Ballar kanalına hoş geldinizler. Ko'rayotganinglar bilim bulaqim programımız. Men sizlarning umaq riyosetchi do'stinglar Mubina Ömer. Bilim bulaqi programımızda qanday qiziqarli mazmunlar sizlarni kutib turayotgandi ha? Ular bizga qanday sovg'atlarni ilib kelgandi? Jahon eynikimizga marhamat. Assalomu alaykum, men Abdurahman. Men sizlarga Eshakning aqli degan hikoyani o'qib bermoqchi. Bir shirni bir xo'rozning chillishidan bekrak ürkütadigan boshqa ovoz yo'qdir. Shirdan biri bir kuni bir eshakka hujum qilishga tayyorlanayotganda xo'roz chillashga boshlabdi. Shirmo eshakni yeyishdan voz kechibdi. Shirning xo'roz ovozidan urkib kachishi eshakni o'ylantirib qo'yibdi. Xo'rozning ovozidan shunchalik urkigan bir shirni eshakning ovozidan tixim qo'rqadi deb o'ylabdi. Shuning bilan u shirning keynidan yurishga boshlab, hangrab uni tiximi bek qo'rqitmoqchi bo'libdi. Shir dod eshakning hangrab o'zini qilganini ko'rib darhol qaytib borib, uni bir hujum bilan yiqitib, parchalab eshakni tugatibdi. Assalomu alaykum, men sizlarga beshinga kun tushsa meni izla deganni o'qib bermoqchi. 3 turpanda Ibrohim Qosim ismli 2 yosh bor ekan. Ular farosatlik, qovul, qo'rqimsiz ekan. Ular tangla yosh quramiga yetibdi. Ibrohim to'paqni ko'tarib, Qosim 4 yoshlik qo'tozni ko'tarib, Qosim qo'toz deb atilib, el ichida danqi chiqibdi. Keyin Ibrohim bilan Qosim 3 turpan dehqonlar qo'zg'olonga qatnashib, dushmanga qarshi qaysarlik bilan jang qilib, ko'pining og'zida botir atilibdi. Qo'zg'olon qarshi qaysarlik bilan qo'zg'olon mag'lub bo'lgandan keyin Ibrohim bilan Qosim tutib kelinib, ilg'a surgun qilinibdi. Ibrohim bilan Qosim ilg'a kelgandan keyin ili jangjuni tarafidan qaralanib o'limga buyurilibdi. Cheriklar challatlarni boshlab Ibrohim bilan Qosimni jazo maydoniga ilib ketayotganda yo'lda Sadir ko'rib qolibdi. Sadir shundoq bir qarabla gunohsizlarning o'z qarindoshlari ekanligini bilib, bular 6 shahardan chiqqanlar ekan, ular yaxshi odamlar, ularni o'limdan qutqizaylik deb varqirabdi. Hamda eriq bo'yiga birib tikilganiga 2 yil bo'lgan ko'chatni bir tortib yo'lib ko'chat bilan cheriklarni urib yetkazib o'tibdi. Ibrohim bilan Qosimning bo'ynidagi taqoqni urib chiqib, ularni o'limdan qutqizib qolibdi. Sadirning fidokorligidan xush bo'lgan Ibrohim bilan Qosim: "Qarindoshim, otangga rahmat. Biz seningdan bu dunyo rozi. Navoda 5-kunchisi bizni izlab ashu ko'ringan taqqa borgan" deb taqqa chiqib ketibdi.
Sadir Palvon haqidagi yana bir hikoyatda deyilishicha, Sadirning yurtliqlaridan birining bek yomon bir iti bor ekan. U doim mening itim qimirlasa sezadigan, sezgur, mayli kunduzi, mayli kechasi bo'lsin, yot kishini faqat hovliga kirgizmaydi. Buning xosiyatidan qo'ridan yeb yanimizmi yetib boqmaydi deb ko'ringanlar kishiga danglaydigan. Assalomu alaykum. Men sizlarga bog'bon bilan xo'jayin degan hikoyani o'qib bermoqchi. Bir bog'bon bu shahardagi xo'jayinni uzum shirnisida aytgan holva bilan mehmon qilibdi. Xo'jayin, uyingda yeyishim bu shirniga xotining asal, navot, shakar aralashtirgan o'xshamamdu debdi. Men xotinimning holva aytguncha jafo tortishidan ansirab, har yili atyozda har 4 talning to'rga 10 kilogramm asal, 10 kilogramm navot, 10 kilogramm shakar qo'yib ay qilaman. Shundoq turib tatliq bo'lmasa bo'lmas, debdi xo'jayin. Undaqda uzumlaringni harlab yeb mashrab o'ynaydiganda, debdi bog'bon. Fan texnika o'rni bilan harlarni yo'qotadigan elektronlik zambirak qit'alar aro uchadigan boshqaradigan bomba ishlab berish to'g'risida to'xtam tuzgan edim. U qurollarni tol jazolariga bekityapti. Hardan o'ni kelsa o'nini, manga kelsa mangani dal vaqtida birini zoya qilmay qarab tashlaydi, debdi xo'jayin. Qaboq terakdek yo'g'onib ketgan tollaringni qish faslida ko'mishing tezga to'xtaydiganda, debdi bog'bon. Tolni ko'mish hojatsiz. Qish faslida tollarimni 5000 metr qora shifon duxova bilan yo'g'ibitaman. Ish tamom, vassalam, debdi. Gapga yanglib qolgan xo'jayin necha kundan keyin bog'bonni o'z uyida po orqali boblash maqsadida mehmonga chillabdi. Xo'jayinning hashamatli uyini ko'rgan bog'bon, hey, 3 qavatlik bu uyni yerdan unib chiqqan bambukdek shuncha tez, shuncha hashamatli silvabsan, debdi xo'jayin. Jahon zamonaviylashib, satanglashib ketdi. Maslashmasak bo'lmas, debdi xo'jayin. Ham ashyo aslahalariga ham xish ishlatgansan, debdi. Xish o'rniga 30 tonna taxtalik qora choy, loy o'rniga 9 tonna asal ishitib, joylab bir kundalab o'tkazib, debdi. Gejixarlanoqchu, debdi. Nihoyati kelsa 90 ming dona tuxumning iqida aqaritib, shaklida naqshlayotdim, debdi. Islohot ichivetish munosabati bilan viza, pasport rasmiyati bejirmaylar oyga chiqishga ruxsat qilinibdi. Yaqinda olam aeroplanidan birini sotib olib, oyga chiqib tijorat qilganimda uzum Amerikala fermasi uchun qo'tan samanliq silish to'g'risida bosh qo'tirib, sening bu uy silish tajribangdan foydalansam
bo'lgudek debdi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir men sizlarga qo'shma qadash degan o'yinni o'rgatay. Qo'shma qadash o'yini bilan to'piq o'yini Uyg'urlar orasida do'stlik, vafodarlik, sadoqatmandlik simvoli sifatida davomlashib kelayotgan an'anaviy o'yin. Qo'shma qadash o'yini xalqimiz ichida keng umumlashgan bo'lib, 2 yoshning sadoqatini ifodalashdan simvoli qilingan o'yin o'rik uchkisidan jup qo'shmoq chiqib, mig'iz tanlanib, qo'shmoq o'ynag'uvchi ikki taraf birdan yeydi. Yeyish vaqtida belgilanmagan vaqtda kim bo'ldir? Assalomu alaykum. Qo'shma qadash davolsa shu utqan bo'ladi. Turg'uchi va'dalashgan narsani tutquchiga beradi. Bu o'yin ko'rinishda oddiy bo'lgan bilan ikki do'stni bir uchka ichiga sig'gan qo'shmoq mig'izdek do'stlikni ifodalaydi. Assalomu alaykum sevgili do'stlar. Men do'stinglar Saliha bo'laman. Men sizlarga baliqchi bilan oltin baliq degan cho'chakni o'qib beray. Burungi zamonda bir baliqchi o'tgan ekan. U xotini bilan dengiz bo'yidagi vayrona bir kapida yashaydi ekan. Baliqchi har kuni baliq tutib tirikchilik qildi ekan. Baliqchi ba'zida qarmoqni selib qo'yib, suzuk suvga tikilib o'ltirdi ekan. O'ldirganda toza uzoq o'ltirgan. Bir kuni baliqchi dengiz bo'yiga kelib, amdilay qarmoq tashlashiga qarmoq suv tagiga cho'kibdi. Baliqchi qarmoqni bir tatgan ekan, oltindek nur chechayotgan bir narsa ko'rinibdi. Aslida bu intayin o'zgacha bir oltin baliq ekan. Oltin baliq birdan zuvonga kelib, "Ey ahyon bova, menga rahim qila. Men oltin baliq emas, men sehr qilingan shahzodaman. Meni qo'yvasangiz, sizning har qanday sehr qilingan talpangizni o'rinda beraman" debdi. Baliqchi qattiq qo'rqib biroq baliqning yalvurish alomatlari chiqib turgan bir jup ko'zini ko'ra qilcha ikkilanmay uni dengizga qo'yib beribdi. Baliqchi uyga qaytib borgandan keyin ayoli, "Hey, bugun hech nima tutolmadingmi?" deb so'rabdi. "Tutolmadim, bir oltin baliqni tutib olgan edim. U o'zini sehr qilgan shahzoda dedi, qo'yvatdim" deb javob beribdi baliqchi. "Undan biror narsa so'rab baxmadimmi?" "Yo'q, undan nimani so'ray? Ey ahmoq" deb tillabdi ayoli. Darhol dengiz bo'yiga borib, uni ko'rganda undan yangi talab qil qarg'ani bizning bu abjaq tayanligimizga debdi. Baliqchi ilojsiz dengiz bo'yiga berib oltin baliqni chaqirib boqmoqchi bo'ldi. U bir tovlagan shu hamon oltin baliq suv yuziga chiqibdi. Baliqchi ayolning deganlarini so'zlab beribdi. "Qaytib ketavering, baliqchi bova, ayolingning yangi tanisi bor" deb bo'ldi debdi oltin baliq. Baliqchi aldirib uyga qaytib darvaqa uyda yangi bir tangla turg'udik. Lekin ayoli yana javoldashga boshladi. Kona tangla yangiladi. So'ra
Ara şunu sordu ama bu eski kepide oturuverimiz mi? Altın belakka da bizge yeni sovga kılsa köngli gaş bolgan belakçı buvayını zat bargısı kelmepti. O özge unda kılsak yaxşı bolmaz da tüyü ahir yeni beripti. Belakçı dыңыз boyaga berip karısı dыңız süzük emas belki dem yeşil rangi dem serak rangi özgürüp turgan ekan. Belakçı buvay altın belakni bu qatim peyda buluşuga işenç kılanıptı. Altın belak odun qarab to'lib altın belak xeyli uzoqdan keyin suv yuziga chiqdi. Hey, bular xotinim, u bizga bir cho'ng uy kerak deydi. Bo'pti, ayolingning teginishi bo'lsa, siz xotirjam qaytib ketavering. Bova shu topda ayoling sizni yangi uyda oldida turmoqda. O qaytib kelib yangi o'zini ko'ribdi, ammo ayoli aytilib kelgunicha chalvaqlab ketibdi. Qara, bu oltin belakning karomatini shuncha qaltis ekan, u bizga yangi uy beralgan cho'qim qasirmi berallaydi. Darhol qaytib berib undan bir qasir talab qil, yana esil kiyimlarni, oltin kumush uncha marvoyatlarni talab qil. Belakçına beş ketibdi. Ammo oy xotindan qo'rqdi ekan. Shunga u yana ko'ngli tortmagan holda deng'iz bo'yiga qarab miyapti. Belakchi deng'iz bo'yiga kelib qarasa, deng'iz suvi zangiri ranglik bo'lmay, birdan suvsi rangi o'zgarsa, birdan ko'k rangi o'zgarib, birdan ko'l rangi o'zgarsa, yana birdan ko'ngil rangi o'zgarib turgan ekan. U qattiq parishon holda oltin belakni chaqiribdi. Xeyli vaqt o'tgandan keyin oltin belak to'lqinlar ustida paydo bo'ldi. Xotinimda yana bir xiyol paydo bo'ldi. Onun chiroyli bir qasrga erishgisi var. Oltin belakni yana bir qatim belakchini iltimosini qaydiribdi. Biroq bu qatim ilgarigidek qizg'in bo'lmabdi. Ayolning deganlarini yana amalga oshganligini ko'rgan belakchi amdig'i bo'lgandi deb o'ylabdi. Yana uning nafsi afmoqda. Men bugunlik mashayicha o'qib beray. Assalomu alaykum arkadaşlar. Benim ismim Mastura. Ben sizlerge hazır eşek bilen atını kopyam. Böyle bir tane eden başken. O diyen bir tane eşek bilen atını pulga il vakti. O diyen o hazgının tuz satırken. Şuna tuzlarını eşekinin köpüge yüklep koyken. Lekin atınınki yüklemezken. Onunla minip falan barken. Bazenleri attığa minmeyi turup eşekke yardım kılış için eşekni tutup falan manarken. Bir günü eşekke bek iğer bir de tuzla yüklep koyuptu. Adam kendim yolga çıkıp yolda mınglatıptı. Eşek diyen atqa depti ki hapımay tüpündeki tuzlarını ilip azırak ilip bana azırak yardım kılam sen depti. At diyen olmaptı. Kendim yolunu tükütey diyen dilam eşek diyen ülep kaptı. At diyen hiç mi yığılmay duruptu. Lekin adam yığılap dep yığılap asli senin tüpündeki azırak tuzlarını atka yüklep koygan bolsam dep pişman boptu. Assalomu alaykum küçük dostlar. Benim ismim Nafisa. Ben sizlerge bugün Allah hemmimizin ko'rib turg'uchilik degan tekstini o'qib berman. Ömer bilen Sanat Aydın bu toplayaptı. Bu aslida ota-onasi tushirib qo'ygan pul ekan. Ömer yura sirtqa chiqib bu pulni xarjlab
kirayli depti. Samet undaq deme. Bizni ko'rib turayotgan biri bar deb pichirlabdi. Ömer Sametning qo'liga Samet derhal jim bo'pti va dadasini kultivatsiya deb o'ylab mujrisiga kirib ketdi. Atsi maktabda Samet Ömer'den tünügün pul tepip alganda bizni dadam ko'rib qolganmi ki anammi deb so'rabdi. Ular emas, Samet bizni ko'rib turg'ani Allah debdi Ömer. To'g'ri deding Ömer, Allah sana rahmat qilsin. Amasa biz pulni dadamizga qaytarib beraylik debdi Samet. Ömer bilan Samet dadasiga tepib olgan pulni qaytarib beribdi. Dadasi ularning omonatga xiyonat qilmaganligiga apirin o'qibdi. O'rganganlarimiz yomon ish qilishdan burun Allohning ko'rib turganligini eslashimiz kerak. Omonatga xiyonat qilmay egasiga topshirib berish musulmonda bo'lishga tegishli go'zal axloq. Esselamu Aleyküm çocuklar, benim ismim İbrahim. Ben bugün sizlerge babamın kündeli hatırası edilen hikayeni okuyorum. Salam kündeli hatırım. Mektepten öyge qaytqanda öyde babamni ko'rsam hoş bo'lib ketaman. O'ltirib paranglashmiz. Birga topshiriq ishlaymiz. Ba'zi kunlari onun yanida qo'nib qolaman. Babam mening eng yaqin sirdoshim. Babam 10 yaşından başlap günlük hatırla yazışqa adetlengan. Günlük hatırasını fakat bana o'qib berdi. U menga hayotingdagi qimmatli minutlarni yozib turgin balam deydi. Bugün opam bana chiroyli bir xotira daftar elib berdi va daftarga tunji bo'lib nima yozganligimni o'ylag'a tushdim dedi. Men o'ylab oxiri buvam o'rgatib qo'ygan bir duoni yozishni ko'nglimga bukdim. Uyga beribla buvamning yoniga kirdim. Eng omroq qalamimni qo'limga oldimda gündelik hatira yazışqa kirishib ketdim. Bugün tam saherde o'rnimdan turdim. Yugurib berib buvamning yoniga kirdim. Buvam her doimgidek Qur'on o'qib o'tirgan ekan. Meni ko'rib Qur'onni yopib qo'ydi. Men buvamning qo'chig'iga chiqib o'tirdim. Ondan parangga tushib ketdik. Bilemsen Yasir, Peygamberimiz her atigen o'rnidan turibla duo qiladi. Shuning bilan her doim ruhliq va xushal yuradi. Sana Peygamberimizning atiganda o'qiydigan duolaridan o'kitib qo'yaymi?
Ma'qul bova. Mening her kuni xo'shal yurgim bor. Berib qog'oz qalam ilib kelgin. Bu duoni yezib beray. Yabdilib etdiganlari o'qig'in. Men berib qog'oz qalam ilib keldim. Buvim qog'ozga payg'ambarimizning duosini yozdi. Elhamdülillahillazi afayni fi jasadi ve raddu alayya ruji ve izina li bi zikre. Tenimni sağlam qilgin, ruhimni qaytarib bergan va ma o'zini eslashga fursat bergin. Allohga shukr aytaman. Bova, siz bu duoni qachon o'rgangan? 10 yosh vaqtlarimda dadam har kuni aytganini maktabga meng'aqdab uyg'otadi. Men yana birdam uxlavolay deb turvoldim. Shu vaqtlarda dadam menga bu duoni o'rgatib qo'ygan. Shuningdan boshlab har kuni bu duoni o'qib kelyapman. Buvam ikkimiz bu duoni birga o'qidik. Opam noshliq tayyorlab bizni chaqirdi. Qo'rqqan bek ichib ketgandi. Yugurib berib dasturxonga o'tirdim. Kichik do'stlar, bugungi o'qishimiz bu yerda oxirlashdi. Erta o'qish soatimizni ko'rishaylik. Allohga omonat. Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Men Aqida sizlarga Cho'chak xaltasining rivoyati degan cho'chakning davomini o'qib bermoqchi deb uzoq o'ylabdi. Xiyolga petib tog' bag'rini bo'ylabdi. Oxiri Tangriga yig'labdi. Yey desam, oshnon yo'q. O'tdi kunim och va to'q. Yo'l ko'rsatgin hayotdan olaymanmu bahrazoq. Shu an tog' qaptilidan mundoq sado gapdi. Yig'lamag'in ey inson, bu bayashat kang jahon. Halol ajr tar bilan bexlinadi yerdan. Tur kuzatgin dalini, isitsandek balini. Seni ishlab yeysin deb hamroh qildim qalini. Qat qalg'a qo'shni gach, yerni ag'dur tapni och. Bir taldinning ming bo'lg'ay, uruqliqni yerga choch. Odam yana yig'labdi. Men bir odam to'ruqliq, yo'qmanda hech uruqliq. Eng oxirgi bir qoqni qildim bayon ozuqliq. Sada yana davom qildi. Al qo'lingga bir ochqum, sufda faqat ko'zni yum. Sabr qilsang bir minut uruq bo'lur uchqum. Yana sufda yerga choch, chechib bo'lib ko'zni och. Itqinni esda tut, qolmay desang mangu och.
Assalomu alaykum. Mening ismim Munima Sabir. Bugun men sizlarga Kichik Ben degan hikoyani o'qib beraman. Kichik Ben to'lma omoqli sho'x bir qizchaq edi. U dadasini eng yaxshi ko'rardi. Doim dadasining o'ziga hikoya kitob o'qib berishini umid qilardi. Kichik Ben dadasiga dada, mana bir hikoya aytib beramsiz, dedi. Dadasi televizor ko'rayotdi. Dadasi onunğa hazır bo'lmaydi Ben. Men bekla charchab ketdim, dedi-da, ondan o'rnidan turib ustki qavatga chiqib ketdi. Dadasining yana aldirashligini ko'rgan Kichik Ben dadasidan o'ziga hikoya aytib berishini o'tinmadi. Dadasining yanida jimjit o'tirib o'zining o'yinini o'ynaverdi. Apsi Benning yeniga kelib dedi. Ben bu yoqqa kelib o'ynang. Dadangiz hozir aldirash. Uningga daxli qilmang, ha? Apsi yana dadangiz ati yana komandirovkaga chiqdi, dedi Benga. Kichik Ben chin ko'nglidan o'tingan holda so'radi. Amsa dadam yurishdan avval menga bir hikoya aytib beralamdi. Apsi unga faqat siz ata sahar turasizmi, dedi. Apsining so'zini anglab to'lma hayajonlangan Kichik Ben baldurla uxladi. U atining tezroq kelishini taqozolik bilan kutardi. İkinci günü Kichik Ben odatdagidan to'lma baldur o'rnidan turib, o'zining hikoya kitobini oldi-da, ostinqi qavatga tushib apsidan so'radi. Dadam qani? Apsi uningga so'yimlik Ben. Dadangiz baldur mangmasa zadala bo'lmaydi, chunki u bugun bekbo adirash, dedi. Kichik Ben bir yanda turib umidsizlangan holda yig'ladi. Amaliyotda u dadasining o'ziga faqat hikoya o'qib berishini umid qilardi. Dadasining kun bo'yi adrashligini ko'rib, u dadasini xalaydig'ini mushu bo'lsa kerak deb o'yladi. U bu nihoyatda adrash bo'lalaydi-ku, uni o'zini aldirash qilishga boshladi. Top oynash bilan aldirash edi. Tamoq yeyish bilan aldirash edi. Telefonni elish bilan aldirash, biliq beqish bilan aldirash, o'ynash bilan aldirash, tishini cho'tkilash bilan aldirash, kuchukka xayrlik kash deyishi bilan aldirash. Biroq har bir kun oxirlashish oldida Kichik Ben yana toqat qilolmasdan derazaga yo'linib turib dadasining kelishini saqlaydi. Hamisha aytdiga, men shu topda dadamning qayerdaligini bekbo bilgim bor deydi. Kichik Benning dadasi kun bo'yi intayin aldirashlikda o'tadi. Yig'in etish bilan aldirash edi. Aldirab tenab tomoq yeyish bilan aldirash edi. Telefon urish bilan aldirash edi. Do'klas berish bilan aldirash edi. Xotira qoldirish bilan aldirash edi. Uxlash uchun yo'nalish bilan aldirash, tishini cho'tkilash bilan aldirash. Shu topda sirtda aldirashlik ichida bir kunlik xizmatini tugatgan dadasi tuyuqsiz Kichik Benni esiga ilib o'ng'aysizlangan holda o'zidan so'rabdi. Mening Kichik Benim hozir nima ish qilayotgandi? Atsi kechda dada uyga qaytib kelishdan burun bir kitobxonaga beribdi. Kichik Benga sovg'a qilish uchun nurg'un rasmli kitoblarni setib oldi. Andi nihoyatda tez oilasiga qaytibdi. U bugun qiziga hikoya aytib berishni shunchalik orzu qilib ketibdi. Biroq Kichik Ben allaqachon baldurla uxlab ketgan ekan. Chunki dadasi hamisha aldirash Ben saqlab bo'lolmaydi. Benmi endi dadasini hikoya aytib ber deb avariya qilmaydi.
Assalomu alaykum, kichik do'stlar. Mening ismim Muslima. Men sizlarga hozir Alloh sevgisi degan she'rni o'qib bermoqchi. Alloh sevgisi. Kim chiqarar tong otqanda atigan, bu dunyoni nurlantirgan quyoshni, kecha vaqti dengizlarni yuritib ay tug'di. Kim qiladi bu ishni? Qishda qurib qaqshal bo'lgan shoxlarni bahorda kim yeshillikqa purkaydi? Bulbul o'tar uva yasar o'rmonga, bu tuyg'uni uningga kim berdi? Onangizga sevgi mehr hissini, uning ruhga shifo shu ovozini, qalbingizga to'g'ri ta'lim berishni kim berdi bularning hammasini? Vatan millatning nimaligini bilmayding. U sevgini dilingga kim soldi? Dadingizdan yaxshi narsa so'rashga dillaringga kim qo'ydi bu umidni? Akşam kecha qorong'ulik ichida milyonlarcha yulduzni kim chaqnatdi? O'yla, bütün bu ishlarni yaratgan ilahimiz mubudimiz Allah'tır. Hak sevgisi toşusun bu vicdanlar, şunda kılsa xursand bulur insanlar. Assalomu do'stlar. Men Muslima Muhammad sizlarga Talka degan she'rni o'qib beraman. Talka tog'lari deydi yollarida odam yo'q, qorig'onlari kesilgan buloqlari quruq. Talka ustiga chiqsam sayramg'a go'ydayman. Suyidan tinim yayrab bag'rimni yoqaydayman. Assalomu alaykum. Men sizlarga Malika Aytullo bilan Shahzoda Ravaydulloni o'qib bermoqchi. Zamonning zamonasida Qaraxon ismli bir podshoh o'tgan ekan. U Tarim daryosining vodisidagi keng yurtlarga shohlik qildi ekan. Yurt so'rashda qattiq ekan. Qaraxon bir kuni taxtda o'tirsa, saqli chiqqandek bo'ldi. U soqolini siypab tozalabdi. Biroq qichish ta'tilgan siri adab ketibdi. U ilojsiz soqol targ'ini ilib tarabdi. Targ'oqning tillari orasiga biri nimjon burga bolasi ilishib chiqibdi.
Padişah uni tutib olib mundaq o'ylabdi. Shunchalik bir kichik jonivorning chiqishi nima degan zaharlik, ha? U qilichilik yoki to'gichilik bo'lsa qanchalik azoblagan bo'lar edi. Shu chaqda bir ish bilan o'ng qo'l vaziri o'rdaga kirib keldi. Podshoh uning salom ta'zimini ilib andin mundaq debdi: "Sen uzun yillardan beri mening podshohlik saltanatimda baxt, saodatga, izzat, hurmatga sazovor bo'lib yashab kelyapsan. Bugun men senga bir narsani omonat qo'yman. Uni obdan saqlashing qachon lozim desam, darhol qo'limga sog'-salomat topshirib berishing kerak. Ish mening kutganimdek bo'lsa, seni ko'plab mol-dunyo bilan tortiqlayman. Agar undoq bo'lmasa, qattiq jazolayman." O'ng qo'l vazir "Bo'ladi, podshohi olam" deb tizlanib hurmat bildiribdi. Podshoh vazirga hiliqi tutib olgan burgi bolasini beribdi. O'ng qo'l vazir uni podshohning qo'lidan hurmat bilan topshirib olib, o'rnidan keyinicha chiqib ketibdi. Uni qandoq saqlashni bilolmay o'yga yetibdi. O'ylagan siri beshi qatibdi. Bu ishning huddasidan chiqolmasa, podshohning qattiq jazosiga uchraydiganligidan ansirab, qo'rqqanidan badanlari bezgakdek titrab ketibdi. U g'amga yetib o'ltirganda talodan kichik qizi yugurib kirib kelibdi. Qiz dadasining parishon holini ko'rib, "Dada, sizga nima bo'ldi?" deb so'rabdi. "Bolam, sen so'rama, men aytmay", debdi vazir. "Dada, nima ish bo'lsa menga ayting" deb yolvoribdi qiz. "Aytsammi sen mening holimga yetolmaysan." "Dada, men cho'qim sizning holingizga yetaman." Vazir bu qizning chin turib olganligiga qarab burgini ko'rsatib, "Qizim, podshoh buni menga muddatsiz omon eson saqlab berishim uchun berdi. Chin tutsa o'lib qoladi, bo'sh tutsa qochib ketadi. Uni qandoq saqlashning amalini bilolmay bosh qotiryapman" debdi. "Voy dada, u ishqimi bosh qotirib avori bo'lamsiz", debdi qiz kulib. "Uni saqlash bekmi oson. Bir dona cho'ng sanduq yasatasiz, uni teriq uni bilan to'shqisiz, burgini shuning ichiga qo'yib berib, og'zini him bekitib qo'ysiz, yashaveradi." Vazir qizning ko'rsatgan aqliga opirin o'qibdi. Xizmatchilari orqali bir yog'ochini chaqirib kelib sanduq yasatibdi. Uni teriq uni bilan to'ldiribdi. Ichiga burgini qo'yib berib, og'zini him bekitibdi. Oradan 7 yil o'tibdi. Burgi podshohningmi, vazirningmi yodidan chiqib qolibdi. Bir kuni Qaraxon taxtda o'tirib davlat ishlari bilan shug'ullanayotgan ekan, saqali qichishgandek bo'libdi. Saqalini siypab tatilabdikan, qichish tiximi kuchayib ketibdi. U chidayolmay tariqini ilib tarabdi. Tariqning tillari orasiga burunqiga o'xshash burgining nimjon bolasi ilishib chiqibdi. Podshoh buni ko'rganda o'ng qo'l vazirga berib qo'ygan burgisini darhol yodiga kelibdi. U yonida o'ltirgan o'ng qo'l vazirdan omonatni so'rabdi. O'ng qo'l vazir podshohning nimani omonat qo'yganligini yodiga ololmay tamtirab qolibdi. Buni ko'rib podshohning rangi birdanla o'ngib debdi: "Omonatni darhol topshir, bo'lmasa..." O'ng qo'l vazir noiloj 3 kunlik muhlat so'rabdi. Podshoh ma'qul bo'pti. O'ng qo'l vazir uyiga qaytib kelib uzoq o'ylanibdi, lekin hech narsa yodiga kelmabdi. "Endi ajlim to'shgan o'xshaydi", deb yiroq-yaqin urug'-tuqqanlarni yig'ib, ular bilan rozilik ilishib, Assalomu alaykum kichik do'stlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Men Imron Abdurahmon. Bugun sizlarga o'smirlar uchun hikoyalar bilan 40 hadis degan kitobni
14-cü hekayəsi bolğan Bəsləşiş degan hekayəni oxuyub beraman. Əmsi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bəsləşiş. Həsən bək yaxşı bir bala idi. Əfsus ki, bir qatnaş vəqəsində küzüdən ayrılıb qalğan idi. Lakin özünü faqatla təşrif etmək, küskünləşmək, başqalarının yardımısızmı yaşayalaydıqanlığını əməliyyatda göstərən idi. Hətta köpüncə vaxtlarda yezisidən şəhərə özü yalğız verib kilətdi. Muşu yezidiki Murtaza isimli bir poçi bala Həsəni məsxərə qilish üçün "Mən bilən şəhərə kirişdə bəsləşələmsən, Həsən" dedi. Həsən bu təklifini rast deb oylab, "Bəsləşələyəm, amma mən yengib alsam çapınını mənə selib birsən" dedi. Murtaza bu şərtini anlab, qaqahlab gülüb, "Məni yengəlisən, çapınım senin bolsun" dedi. Həsən, "Yenə bir şərtim var. Qaçan bəsləşidiganlığımızı mən eytmən" dedi. Həsənin bəsləşişdə yengəlişigə qılçılıq işənməydigan Murtaza, "Xalqan şərtlərini qoy, zarlı mən yengəmə" deb külkisini davamlaşdırdı. Qapqaranğı bir keçidə ormanlıq yolunu boylab şəhərə kirişdə bəsləşməkçi bolğan Həsəngə nisbətən qaranğuluq bilan yoruqluqning bir farqi yo'q idi. Məngib ketdi. Lakin Murtaza ormanlıqda yoldan adışıb qaldı. Oydan çukur yollarda kölçeklərə düşüb ketdi. Darax şaxları yüz gözünü yırtıb etdi. Şəhərə Həsəndən yarım saat keyin yetib gəldi. Biçara Murtaza Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmnin bunu hədisini anlığan bolsaydı, bəlkə bunda qılmağan bulardı. Allah Teala mənə kəmtər bulunlar. Heç kim başqa birinin aldıda çoğunçuluq qılıb məğrurlanmasın dedi. Assalamu alaikum, ben Sabire. Bugün sizlerle şiir okuyorum ben. Ana atılım, iptiharım, sen avazım, bayrağım sen. Sen kudretim, can koralım, sen tügümez bayrağım sen. Sen yokalsan ben tügeyme, sensiz menden ümit kalmaz. Nam nişanım, izim yokar. Hiç kim beni tılga almaz. Ana tılım, canan tılım, seni taptım büşükümde. Ecdadımın teverrüküm, sen yaşaysan yürükümde.